Asadi TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli ish deraza romlar haqida ma'lumot beramiz. Bugungi ma'lumotimiz Namangan viloyati Chust tumani Axchada juda ham zo'r ob'ekt. Bu yerda oldin 2 yil oldin, 3 yil oldin qilib berganmiz. 3 dona rom bu tomonda, ko'cha tomonda. Endi esa hovli ichkarisiga 7 mingga bir ham termolplash romlarni davomini qo'yganmiz. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli ish deraza romlar kerak bo'lsa, telefon raqamini qo'yganmiz. Bog'lansangiz chiroyli qilib beramiz. Ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz juda ham chiroyli. Bu yerda jami 9 ta rom, 2 ta eshik bo'lgan. Bu yon tomonda ham 2 ta rom bor. Ko'rib turgan eshigimizda ma'lumotni boshlaymiz. Eshigimiz termo 65, ena keladigan bo'lsak 153, bu 294, tepaga framoga berilgan. Oynalarga alohida e'tibor qilasizlar. Oynaga Angliyadan keltirilgan gulli tosh oyna bo'ladi. Mana oynani o'zi 110 dollardan 150 dollargacha chiqadi kvadrati. Ko'rib turgan eshigimiz ochilish xona ichkarisiga. Ochilish yopilishi zo'r. Profilimizga keladigan bo'lsak, profilimiz termo 65, 3 kamerali profil, palamit qoplamasi bor. Ochilish yopilishlari juda ham zo'r. 3 ta mexanizm italyanskiy petla qo'yilgan, bitta, ikkita, 3 ta. Ko'rish mumkin. Tepa framugasi bu yon tomonga nol qilingan. Bu esa gipsi kartonda tushadi. Ko'rib turgan eshigimizni bemalol tashqarida sovuq kirmaslik uchun ishlatiladi termo. Bu tomonda esa jami 5 ta rom, 5 ta romdan 4 tasi gulxoy, o'rtasida ochilish qilingan. Gulxoy romlarni ena keladigan bo'lsak, bir o'qiriq, bu esa 210 atrofida ikkita chekka bir xil qilingan, tepa gulxoy. Mana bu bo'g'ilishma bir xil ketgan. Ko'ramiz. Ochilish qismida mana bu yerda ruchkamiz germanskiy xo'pga qo'yilgan, mexanizm Fornax turецкий, bemalol ochilish yopish uchun dvoynoy mexanizm. Bu esa yonga ochilish, juda ham chiroyli holatda. Bu esa bekilish. Bu xonada ochilish bitta deraza bo'lganligi uchun ikkita tomonni ham ochdik, ham chap tomonni, ham o'ng tomonni. Mana bu yerda hammasida podokонникlar bor, 35 dan 45 gacha bo'lgan, devor qalinligi uchun, gayka bo'lganda qalinlashadi devor. Mana shu ko'rib turgan hamma romlarimiz oynaga energiya tejovchi titan oynadan foydalanganmiz. Xona ichkarisidan tashqarisini bemalol ko'rsa bo'ladi, lekin ko'cha tomoni ichkari uncha ko'rinmaydi, shunisi yaxshi. Mana birinchida ko'rgan eshigimiz 153 ga 294 xuddi shunaqa eshik qo'yilgan. Ikkita eshik, bunisi devorga bu tomonga ochilsa, keyingisi devorning narigi tomoniga ochiladi. Mana ochilish yopilishi. Ochilish yopilishi juda ham zo'r. Ochilganda mana devorga kelsa, hech qanaqa xaraxt qilmaydi kirish chiqishga. Yon qanoti ham ochiladi, bemalol ochilganda mana bu yerga mebelmi nimadir olib kiraman desa, ikkinchi qanotni ishlatsa bo'ladi. Oynalarga alohida e'tibor qilasizlar. Tosh oyna juda ham zo'r. Hozirgi kunda juda ham urf bo'lyapti. Eshikni o'zi ko'rkam bo'lsa rangi, tosh oyna bilan yana ham zo'r chiqyapti. Derazalar, eshiklar rangiga e'tibor qilasizlar. Medbrash antrazit, mokrin yangilangan, juda ham zo'r. Endi esa bu yon tomonda ikkita deraza bor. Bittasi chapga, bittasi o'ngga bo'lgan. Ochilish yopilishlar, yonga ochilish. Mexanizmlar o'sha germanskiy ruchka qo'yilgan, турецкий mexanizm. Bu tomonda добавочный rezinasi bor. Yopildi. Shu mezalasiga ham zo'r. Podokонникlar qoshlari chiqqan. Ideal holatda va nariga tomonda ham mana ikkita rom bor, u tomonda ikkita rom ham o'rnagan. Ko'rish mumkin. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli ish deraza romlar kerak bo'lsa, bog'lansizlar, chiroyli qilib beramiz. Ishimiz idealni, ishimiz O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab dilerstda ishlarimiz bor. Bizni kuzatishni davom etinglar.